Assalomu alaykum Vodiy Chorva va Vodiy House kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolisa Andijon viloyati Asaka tumani Yuqori Bo'zmasa Navbahor 25-uydamiz. Andijon qora jo'jalarimizni yaqindagina 2 kun yoki 3 kun oldin videosini qo'ygandik. Umuman tuzatib bo'lmayapti, nima maslahat berasizlar degan videoda murojaat qilishgandik. Allohga shukr, hammalarga rahmat obunachilarim. Hammalar qo'llab-quvvatlab turibsizlar ekan. Avvalambor menga telefon qilib Bezok aka, yana bir ikkita obunachilarim, где-то 20 ga yaqin odam telefon qildi. Hammalarga rahmat. Shu jo'jamizni tuzalishiga qo'lingizdan kelgancha yordam qildinglar. Xudo xolisa jo'jalarimiz hamma vaksinalari bo'lgan bo'lsa ham qanaqadir xatolik bo'lgani uchun shu jo'jalarda qiyillash, chiyillash, g'aqillash chiqib qoldi. Mana hozirda o'ta sveji holatda, o'ta zo'r holatda katta bo'lyapti. Yana bir rosa katta yordam etaydi. Saqaka degan o'zimizda bitta doktor bor ekan, 50 yildan oshiq tajribasi bor ekan. Biz jo'jani boqishda vashim zo'rimiz, yaxshi boqamiz, umuman yaxshi boqqanimiz uchun shunaqa rezultatlarga egamiz deb o'ylagandik. Yo'q, bizni hali o'rganadigan o'ta juda ko'p. Bizning obunachilarimizga ulashadigan ancha ma'lumotlarimiz chala ekan. Shu sababli mana shu Saqal akamiz yordam berdi. 50 yildan ortiq vet vrach bo'lib ishlaydi ekan. Farg'ona, Andijon, Qo'qon qayerda bo'lsa, Namanganmi qayerda bo'lsa ham hamma kasallik, shu tug'ilga oid, barandaga oid kasalliklarni o'zi borib o'rganib, shunaqa narsalar qilib yurar ekan. Biz uchun xabarimiz yo'q ekan. Bizdan hech qancha emas, 1-2 kilometr tepada turar ekan xolos. Lekin shu odamni borligini eshitmaganmiz yoki biz beparvorlik qilganmiz, yo'q o'zimiz yaxshi bilamiz deb o'ylaganimiz uchun yoki birovlarni gapiga kirib qo'yganimiz uchun bizda ancha qiyinchilik bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bu narsada umuman e'tiborliroq, hushyorroq bo'lmasanglar ko'p pul sarflab borasizlar ekan. O'ta chiqimga kirib ketib qolishingiz mumkin ekan. Mana shu jo'jani misol qandaydir vaqtda, qancha vaqtda necha gram bo'lishi kerak, hamma narsasini o'rgatib, yozib qo'limizga berdi. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Sizlardan o'ta xursandman obunachilar. Xudo xolisa bizdan olayotgan, olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizni xudo xolisa qo'limizdan kelgancha shu Saqal aka yozib bergan rejimda chiroyli qilib boqishinglarga sababchi bo'lib qolamiz. Endi iloji boricha u odamni olib chiqishga harakat qilib ko'ramiz, lekin umuman zaynat odam ekan, ishi o'ta ko'p odam ekan. Videolarimizda mabodo chiqib qolgan taqdirda ham yaxshi ma'lumotlarni sizlar uchun so'rab bilib, shu narsalarni o'rganib, sekin-sekin asta-asta shu narsalarni hech bo'lmasa 70-80% ga o'rganib sizlarga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Mana bu narsa nimadan tuzaldi desanglar, hurmatli obunachilar, telazin degan dori bor ekan. Eng xillagan, eng yo'talgan, eng vashim pikka chiqib ketgan gripplarga ham mana shu telazin berilar ekan. Telazindan keyin liamitsin degan dori bor ekan. O'rin vaqtiga o'rniga qo'yib bermasangiz, u befoyda narsa ekan. Bu narsani shu Saqal akamiz aytdi. Xudo xolisa Alloh rozi bo'lsin. Shu narsalarni berib, mana jo'jamizda rezultat bor. Shuning uchun sizlarga aytyapmiz. Shuncha paytdan beri chakana pul sarflamadik, lekin rezultat ko'rmagandik. Mana xudo xolisa mana 1 million 100 minglik dori olib kelib, mana xudo xolisa jo'jamizni 3 kundan beri davolayapmiz. Yaxshi rezultati o'ta bomba. Bezot aka, sizga ham abdushu rahmat aka. Shu kasallik boshingizdan o'tgani uchun menga qo'lingizdan kelgancha yordam berdingiz. Jo'jalarda hozir umuman o'lim kuzatilmayapti. Bir dona ham hozir kuzatilmasin ham. Shunchalik bo'lguncha o'zimiz bildik qanchalik qiynalganimizni. Jo'jani biz o'zimizni zo'r deb o'ylardik, lekin zo'rmas ekanmiz. Eng birinchi o'rinda eng yaqin degan insoningiz ham bu sohada yurgan odam aytmaydi ekan. Mana xudo xolisa akalarimizdan o'rganib, qo'limizdan kelgancha sizlarga imkoniyat darajasida sizlarga 100% mana shu narsalarni o'rgatib boramiz videolarimizda. Xudo xolisa endi Vodiy Chorva va Vodiy House kanallarini qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidamiz. Bu narsani endi mana sizlarga aytaman, ertalab sahar turganimizda kech paytdan keltiradigan bo'lsak, yo'q mana ertamandan keltiraylik. Ertamatdan telazin beryapmiz. Habibdan keyin
Abitlarda liamiksin beryapmiz. Yana bitta telazin berib turib, yana liamiksinni berib to'xtatyapmiz. 6:00 da svetni o'chiryapmiz. Hozir video qilayotganimiz sababiga svet yonib turibdi. Svetni o'chirib, ertaman 6:00 da xudo xolasa svet yoqib, yana donlarini berib, shunaqa holatda qarayapmiz. Jo'jalar o'ta rezultatli o'zgarar ekan. Shuning uchun hurmatli obunachilar, svetni mana kim boqayotgan bo'lsa ham o'chirish kerak ekan. Shu narsa dam olish kerak ekan jo'ja ham. Mana misol o'zimiz ham dam olib uxlab turamiz, xuddi shunaqa kuchga to'lib, chiroyli tarzda yaxshi o'zgarar ekan. Mesela 50 kunlik jo'jalar o'rtacha 400 gramm chiqsa, albatta 110 kunlik tuxumga kirar ekan. 400 grammdan past bo'lsa yoki 300 gramm yoki 250 gramm bo'ladigan bo'lsa, 140 kunda ham tuxumga kirmasligi mumkin ekan. Shuning uchun hurmatli obunachilar, sizlarga tavsiya beraman, chiroyli qilib, xudo xolasa svetlarni o'chirib, noldan tushuntirib, xudo xolasa mana shu narsada qo'limizdan kelgan narsani sag'alagandan o'rganib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz uchun qayg'urganlar odamlar, obunachilarimizga kattakon rahmat aytamiz. Videolarimizda kamchilik xato bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.